Aylanib yuribman. What the fuck? Nima gaplar, do'stlar? Xullas, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling, obunachilarim. Va biz videoni boshladik va xullas tez obuna bo'lib qo'ying va biz merni oldiga borishimiz kerak. Juda ham ajoyib. Mer qayerga ketdi? Juda ham ajoyib odamlar paydo bo'lgan ekan. Ha, Jang, tezroq kelganing uchun rahmat. Senga bitta topshiriq bor. 90-chi qishloqda bitta teleskop olib kelasan, tijorat qilishing mumkin. Senga ham anchagina pul berishadi va menga ham pul qoladi. Xullas, sen 90-chi qishloqqa borib kelishing kerak. Mana bular o'rganib yotibdi, lekin hech qancha pul topayotganlari yo'q va sen topishiga ishonaman va tezroq bitta mashinani olib ket va tijorat qilib 97-chi qishloqqa qaytarib olib borasan, lekin shu sharti bilan beryapman, lekin sen ketdik, meni ortimdan yur. Senga mashinani joyini ko'rsataman. Tez yur, ketdik. Mana tushib boshlayapman va mana bu teleskopga qarab o'tirdim. Juda ham oltindan yasalganman. Bir kunda o'g'irlatib ketish kerak edi birorta qishloqqa, lekin o'g'irlamadi. Yaxshi, ajoyib. Bu juda ham ajoyib natija. Shu la'nati nimaga bunaqa qo'yilgan? Umuman tushunib bo'lmaydi. Mana shu yerga sakrab tushmasam bo'lmadi. Biratanlar nimalardir qilib yotibdi va men qayerga borishim kerak? 97-chi qishloqqa mana shu uyimda bir qaragan mashina bor. Bo'ldi, mashina bilan borib kelamiz. Ketdi unda. Mashina, what the? Mashinalar ham juda ham ajoyib ekan. Ford mana bu qanaqangidir mashina ekan. Juda ham havasim keldi. O'zim ham biror 100 yildami olamanda. Xullas, eshigiga qaysi biriga o'tirsam ekan, ikkalasi ham ajoyib ekan. Shunisiga o'tiraman, kerakdek. Ketdik. Bo'lmasa va biz 13-chi qishloqqa boramiz. 97-chi qishloqqa deb aytmoqchi bo'libman va biz yaqinlashib qoldik va ajoyib qishloq edi o'z zamonasida va biz yashagan paytlarda va biz yashagandan keyin uncha yoqmay qoldi va mana biz yaqinlashib ham qoldik va mana ajoyib vatta keldik mana va mana shu yerlarga parkovka qilib qo'ysam, mana keldim va bir chekkaga qo'yibman. Salgan uzoqroqqa qo'ymasam bo'lmaydi. Va mana shu yer bo'laveradi va u mer beradimikan, bermaydimikan? U oltindan yasalgan narsa ekan, yana ham tushunib bo'lmaydi. Salom alaykum, mer, yaxshimisiz? Ha, ko'rinmay ketdik. Nima 90-chi qishloqqa kelmay qoldik. Hay, yuribman-da. Ha, ishlaring ko'pmi? Ha, menga teleskop berar ekansiz. Aytib qo'ying, senga teleskopni ishonaman, lekin pulni ham qaytarish kerak. Ya'ni anchagina pul olib kelsan va menga bermasang bo'lmaydi. Xullas, olib ketaver bittasini va senga ishondim, seni qishloqiga ishondim. Xullas, qishloqiga berib qo'yasan, korоче, yo'lga berib qo'ygan va boraver bemalol. Mayli, unda qaysi qishloqqa? Ko'cha kutib turibdi, qarachi. Vatta ketdim mana undayga. Ha, tezroq eshikdan chiqmasin, hech qaysiga o'g'irlatma. Meni ham ishim bor. Meni ham xullas Qo'yib ko'raman-da keyin. ha, uzoq emas, so'l 3 ta qolganda o'zi boshqa qishloqdagilar olib ketdi. Mayli, unda boraylikchi, bratan, ketdikmi? Ha, ketdik, tezroq yur. Boraylik. Meni ham ishim ko'p. Menga ham oylik berish kerak. Ha, unda chetdan o'tiravering, bratan. Bo'ldi, mana o'tirdingizmi? Ha, mana o'tirdim, ketdik. Bo'ldi, unda ketdik mana bratan ham o'tirdi va biz yana 97-chi qishloqqa boramiz. Yana 13-chi qishloqqa qaytib kelishimiz kerak. Juda yo'l uzoqdan mana. Biz yetib keldik. Mana qayergadir parkovka qilib qo'yishim kerak va mana shu yerga qo'yib qo'yaman-da joyiga. Olgan joyimga qaytarib qo'yishim kerak. Balki menga bu mashina nasib bo'lib qolar. Va mana mashinani shu yerga parkovka qilib qo'yamanmi yoki yoqmagan bo'lsa boshqa joyga parkovka qilib qo'yamanmi? Nu, mayli. Bu yerga uncha yoqmadi va merni yo'l oldiga qo'yamanmi yaxshi, xavfsiz bo'ladi va men merni oldiga qo'yishim kerak, ya'ni uyini oldiga turgani yaxshi va bu bratan ham ishga tushiramiz va biz ham anchagina pul ishlaymiz, ya'ni shu yerda turib o'zim ishlayraman, korоче, mana shu yer ham bo'laveradi, ya'ni salgina orqaroqqa qo'yib qo'ymadim-da, mayli, nu tushaylikchi bratan, tushdingizmi, ketdikmi bratan? Ketdikmi, bratan? Ha, mana men boryapman. Ketdik. Sen aylanib turishing mumkin. Men o'zim pul ishlayveraman. Mayli, lyuks xizmat degan-ku. Mana o'zi yurgan bilan ishlar ekan. Vatta bular demak shu teleskop uchun kelgan ekanda. Tushunarsiz, nima uchun keldilaring? Ha, bir qaraylik. Teleskopga keldik. Ha, mayli. Mana qo'yyapti va bir qarayman deb sindirmasin tog'a. Mayli, men aylanib yuraman va qayerlargadir qo'ymoqchi bo'lyapti. Uylayapti, yaxshilab uylayapti. Qayerdadir koordinatasini olmoqchimi yoki o'yini ko'rmoqchimi? Bilib bo'lmaydi. Nu, mayli.
men shu yerga qo'yaman deyaptimi? Ha, sen chalg'itmay tur, men o'zim qayerga qo'yishni bilaman. Vatda qo'ydi mana. Juda ham ajoyib va g'aroyib. Xullas men ketdim. Kerochtak. Ularni bir ko'rib kelayinchi, nima gap bor ekan? Va merni oldiga boraman. Mer, nima gap bor? Aytganday mer bu yoqda edi-ku. Esimga yo'q va mana shu yerga borayinchi, mana nima gap bor mer? Hech kim yo'q, bizga uncha pul ishlamayaptilar, davralar bittasi qochib ketdi. Narigisini bilmadim. Xullas o'zing bilasan, sen o'zingda savdong bilan shug'ullanaver. Mayli, bizda ham salgina pul yig'ilgan bo'lsa kerak yoki yig'ilmay o'zi qochib ketdimikan mashinani minib va nima eshikni yopasan? Hech narsaga. Hay, nimagadir yopdi-da. Xullas men borib bir ko'rayinchi qanchalarlar pul yiqqandir. Va mana nima qanchalar pul yig'ildi? Sen jimgin, sen bu qarayapti, shoshtirma. Mayli, nima uncha qaraydi? Pulni bergandan keyin sen nima ishing bor, sen bo'ldi, borib tur uzoqqa. Mayli, bir aylanib kelayinchi yana. Bu anchagina pul to'plasa kerak. Juda ham ajoyib ishlar ekan va menga yoqib qoldi. Tekingina daromad degani va bu mashinani parkovka qilib qo'yamanmi yoki nimalardir qilib qo'yaman короче. Shu mashinalarni parkovka qilib qo'ysam juda ham ajoyib bo'ladi. Va bu mashinaga o'tirdim va olib borib qo'ymasam bo'lmaydi. Yaxshi turadi. Xullas bu yerdan olib qo'ymasam bir necha qo'ygan ekan. Qaysidir shu teleskopchilar kelganmi yoki bilib bo'lmaydi. Nimagadir kirib qoldimi ekan. Bu o'zi kuchsiz mashina ekan va yoqmadi menga. Короче, bu mashina umuman yoqqani yo'q va tiqilib qoldi. La'nati jin uzun, nima uchun chiqmaydi? Demak, bu mashinani tezligi past ekan. Demak, tezligi bo'lmasa bu chiqish kerak edi. Juda ajoyib mashina ekan, lekin turishi ajoyib ekan, lekin chiqmasligi juda yoqmaydi. Bu tushib chiqarmasam bloklarni olib bo'lmayapti. Tiqilib qolgan qayergadir. Vatda o'zim ham tiqilib qoldim-ku bu mashinaga qo'shilib. Vatda bu mashina juda yoqmadi. Menga bu mashina kerak ham emas ekan. Bosh og'rig'i juda ko'p-da. Tinch bo'lgan paytda asabni uzatdi. Короче, bularni oldim va bu bloklarni ham olish kerak. Mana endi o'tirib chiqarsam kerak. Vatda endi mana chiqdi. Endi olib borishim kerak. Yaxshiroq joyga parkovka qilib, qishloq bilan uchrashsam olib boraman-da. Короче, mana shu yer bo'ladi. Bo'lsa kerak-da endi. Qish emas. Yaxshi, endi borib qishloqning oldiga borayinchi, nima gap bor? Qishloq ham tijoratchilik qilgan bo'lsa kerak. Va men mashinani taxlab qo'ydim va endi boraversam bo'ladi. Vatda bu mashina ham turibdi. Aytgandek, bu mashinani esimdan chiqmagan ekan. Esimdan chiqqan ekan. Va buni aylantirib olib borishim oson bo'ladi, chunki yerga tiqilib qolgani yo'q va nima endi merga o'zim javobini beramanmi? O'zini mashinasi-ku, xullas. O'zinimi, ya'ni ana o'rganuvchilarni xullas o'zi javob beradi mer va mana shu yerga olib borib qo'ysam bo'ldi. Vatda parkovkani ham o'rganib oldim 1-2 kunda. Yaxshi, endi mana bu yerga tiqilib qoldi-ku bu mashina o'zi uncha yoqmas ekan-da bu. Yoqimsiz mashina ekan va sal orqaroqqa haydab qo'ysam bo'ldi. Va endi borib merni ham, mer deganim, ana qishloq tijoratchini oldiga boraman, ya'ni kosmonavtmi, xullas o'rganuvchini oldiga. Juda ajoyib parkovka bo'ldi va chekiga qolib ketibdi. Mayli, turaversin-chi. Boraylik. Qayerda edi? Ha, aytgandek, uyimni oldiga edi. Uyimni oldidan yaxshi joydan qurib olgan ekan. Uyimga yaqin ekan. Men ham o'rgansam bo'ladi, lekin bepul va mer nima gap bor? Hech kim yo'q, sen bir odamda o'rganchi. Mayli. Shu yerni tuzatib qo'ysa bo'lmasmikan? Shu umuman yoqmaydi mana. Eshikni ham yopib qo'ydim va mana endi borishim kerak. Va bu o'rganib bo'lgan bo'lsa kerak. Shuncha paytgacha o'rganib bo'ldimi? Ha, sen sabr qil, ketaveramizmi yoki? Bilmadim. Pullarni olish kerakmi? Ha, sen olishing kerak edi. Ha, mayli. Unda bir ichkari kirib chiqishim kerak. Keraksiz narsalarni qo'yib borishim kerak. Ya'ni keraksiz narsa, mana bu avtomat bilan mana bu qishloqni otib tashlashim kerak edi va yaramas, nima bu avtomat sinib ketgandim. Yo'q, aytgan yo'q, o'zing urayapsan-ku. Ha, bu o'zi soxta qurol ekan. Demak, o'yinchoq qurol shuncha haqqa oldimmi? Ha, loq bo'lganingdan keyin olasan-da qishloqlarda.
Vattak, demak juda yomon ekan. Endi bormasak bo'lmaydi va endi 13-qishloqqa ham borsak bo'laveradi. Nima eshikni ochib qo'ydim, yopib qo'ydim. Va nima gap? Ha, ketdik. Narsalarni ol. Men manavini o'zim oldim. Mayli, unda mer bilan xayrlashib bo'lguncha men narsalarni yig'ib olishim kerak ekan. Ha, mana boryapman. Ketdik unda. Yaxshi, bu o'zimga, ya'ni bu juda ham xavfli narsani olib boryapman. Qishloqlar ham o'g'irlamagan ekan, ya'ni uni o'zi buzib olgan ekan va nimalardir qilyapti. Bu xayrlashyaptimi yoki pul beryaptimi bilib bo'lmaydi. Puldan olgan bo'lishi ham mumkin. Qayerga haydab mashina? Narigi tarafga qo'ygandim. Ha, mayli. Mana keyin boryapman. Mayli, qaysi biriga o'tirasan? Menga farqi yo'q. Menga qaysi bo'lsa ham qizig'i yo'q. Mayli unda, bo'ldi unda. Mana shunisiga tanladim. Mayli, bu ham tanlagan ekan va men mana shunga mana shunga o'tirishim kerak ekan va manaka nima uchun yomontirman qilibman. O'tirdingmi qishloqqa? Ha, mana endi o'tirdim. Ketdik. Mayli unda, manaki 13-qishloq va kutib ol va mana 13-qishloqqa ham xullas keldik va men merni oldiga borishim kerak. Merga topshirib qo'yaman, kerakchiday. Va mana mashinani shu yerga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Chunki mashinani urib olmayin tag'in. O'zi bittasini urdim, bunisi o'zi yangi edi. Xullas qishloqqa tushdingmi? Ha, mana boryapman. Xullas men ham o'zi ishim borda, shoshilib turgandim. Mayli, qarachim, salomat bo'l. Xullas meni aytgandi. Mayli, mani uyimni ijaraga olganmi yo'q tushunib bo'lmaydi. Va men mana endi merga topshirishim kerak. Mer mana olib keldim. Ha, mayli. Tezroq qo'yib qo'y va ketaver bemalol. Endi bizni qishlog'imizdan ham ko'chib ketdik. Ha, ko'chib ketaman-da, o'zimga pul kerak bo'lgandan keyin ish ham tayyor edi. Ha, bizda ham yaxshi ish qilayotgandik. Ha, endi ishlar zamonlaring o'tib ketdi va mana ortiqcha narsalarni ham qo'yib ketsam, turaverami, sotaverammi yoki biror narsa qilsa kerak. Vatda, buni oldi juda ham ko'p ekan va menga ham anchagina pul olib qolayinchi. Anchagina pul olib qoldim, 64, 68, xullas anchagina pul olib qoldim. Mayli, kitobni oldiga qo'yding-ku qolganini. Ha, mana qo'ydim. Xullas men ketdim kerakchi. Ha, mayli, sog' bo'l. Mayli. Unda yaxshi. Va mana ishimni ham bitirdim. Anchagina pulli bo'lib qoldim va endi navbat mashinaga o'tirsam va mashinani shu yerdan olib ketaveraman. Aylantirib, orqadan chiqarib va mana mashina ham chiqdi va adashmasam o'sha yoqda edi. Mashina bilan borish juda mazada. O'tiribgina haydab boraveraman va mana keldim mana. Anchagina vaqtim ham ketdi, lekin mana keldim, mashinani shu yerga qo'yib qo'ysam ham bo'laveradi. Va bu pullarni ba'zisini, ya'ni bitta qismini merga yetkazmasam bo'lmaydi. Chunki yo'q joydan daromadida yelanadi. Men o'tirib qoldim mashinaga. Tezroq borib merni oldiga bir borayinchi. Kerakchiday qishloqlar ham sog'inib qolgan bo'lsa kerak. Sog'inib qanday sog'inadi? Ha, kelding bizga. Ha, keldim. Bir yil yo'q bo'lib ketdim. Xullas men ketdim kerakchi. Qayerga ketasan? Qayerga? Bizni qishloqda taylab ketma. Mayli, kerakchi uyga ketdim men. Ha, shunday deb bitir. Ha, xullas men ketdim. Kerakchi bu pullarni ham bir qismini solib qo'yishim kerak. Kerakchi mana merga sovg'a va kompyuterlarning oldiga o'tirgan paytda sandiqni ochib qarasa, fitfilyon pul bo'ladi. Xullas do'stlar, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling va bundan keyingi videolar juda ham ajoyib bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.